Inson insonga ko'makchi. Oltiariq tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan kuni kecha o'tkazilgan coaching tadbiri ana shunday nomlandi. Unda markaz xodimlari, tuman hokimligi vakillari, mahalla faollari hamda ijtimoiy ko'makka muhtoj aholi vakillari ishtirok etdi. Tadbirda dastlab markaz rahbari hamda sho'ba mas'ul xodimlar tomonidan bugungi kunda aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmat va yordamlar turlari bo'yicha batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazi Oltiariq tuman bo'limining insondan insonga ko'makchi tamoyili asosida coaching tadbiri o'tkazilmoqda. Bugungi coachingda ko'zlangan asosiy maqsadimiz inson markazining faoliyatini fuqarolarga yetkazish, markaz tomonidan ko'rsatiladigan 100 dan ortiq xizmatlarni fuqarolarga ko'rsatilish haqida ma'lumot berishdan iboratdir. E'tiborli jihati, tadbir interfaol usulda davom ettirilib, bunda ishtirokchilar guruhlarga bo'lingan holda ijtimoiy xodim sifatida muayyan vaziyatga tushib qolgan oilaga ijtimoiy xizmatlar shakllantirish bo'yicha o'z bilim va imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Shuningdek, ijtimoiy himoya tizimida bugungi kunda amalda bo'lgan yordam va xizmatlar yuzasidan tezkor savol-javob o'yinlari o'tkazilib, aholining bu yo'nalishdagi fikrlari bilan o'rtoqlashildi. Qiziqarli tarzda o'tgan tadbir yakunida faol ishtirokchilarga tashkilotchilar tomonidan ta'sis etilgan esdalik sovg'alari topshirildi.